Salom aka, sizlar bilan yana Senpai uz kanali bo'ladi. Bugun biz skin hack qilishda ikkinchi qismini chiqaramiz. Ya'ni Zenhub to'lis obzor qilib ko'ramiz. Ko'plar anaqa kommentariyam yozibdi, Zenhub ishlamayapti, Zenhubda obzor qiling debdi. Bugun yaxshi Zenhubda skin hack qilib ko'ramiz. Bo'lmasa ham ko'p gapirmasdan boshlaymiz. Endi maqsadga o'tadigan bo'lsak, Play Marketga o'sha eski Zenhub deb yozsanglar, Zenhub mana xolos Play Marketda yo'qolib qolibdi deb nimadir bo'lib. Endi biz keraklisi Zenhub bo'ladi. Zenhub tortib olasizlarda ichini ochib, xolos yarki qilib olgan holda o'sha Zenhub bilan bir xil ishlaydi. Ro'zi ichidagi temashi mavzusi boshqacharoq. Hammasiga va anaqalar bor hammasi. Hozir biz endi qanaqa skin o'rnatib ko'rsak bo'ladi. Skinlar xolos bari bor-da. Bo'lmasam biz Julianga Megumi o'rnatib ko'ramiz. Megumi Fushigironi. Biz bosasizlar Zenhub bilan bir xil ishlaydi. Yaxshi avvalida o'rtadagi xolos o'sha osonroqda, короче. O'rtadagini tanlab olsanglar, o'zi avtomatik gapirib ketadi. Xolos fayllarga yotgan holda fayllarda shu ruxsat berishdi, bitta bosib qo'yasizlar. Xolos injaket, короче, sekin bunda foiz sanaydigan ekan. Zenhubda sanamasdi. Короче, sekin tortilyapti. Xolos anaqaga ekranga sekin tortiladi, короче. Narxi videomiz 4 minut shunaqa bo'ladi. Xolos tortildi ham. Biz bu yerda Mobile Legends kirgan bo'lsanglar chiqib ketasizlar va sekin Mobile Legendsga bosaverasizlar. Mobile Legendsga ham sekin kiradi. Mana уже kirib ham oldik. Biz RP ham ketdi yangi. Bu yerda endi Julianni topib olamiz. Julian mana. Уже skin hack o'rnatilgan. Yes. O'sha bir xil normal. Endi personaj ochilmagan tufayli mana turibdi, sotib oling deb. Lekin Zenhubga o'xshab mana beta o'zgarmaydi ekan. Zenhubda bunday o'zgarib qoladi, mana beta. Mana o'zi kirib ham oldik. O'zi buning mo'rondaqa normali biz o'rnatildi. Effektlari birga bir. Eskili bu faqat sizlarga ko'rinadi xolos bu. Anaqa ko'rinmaydi boshqalarga. Chunki bu Spaceban skin Liban ham bermaydi. O'zlari xursand qilib o'ynaverasizlar. Videoyimiz ham tugadi. Video yoqqanimizda